Mamlakatimizda tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, soliq yukini yengillashtirish maqsadida byudjetga to'langan qo'shilgan qiymat solig'ining bir qismini tadbirkorlarga qaytarish amaliyoti keng qo'llanilmoqda. Jumladan, 2025-yil boshidan buyon Surxondaryo viloyati soliq boshqarmasiga kelib tushgan murojaatlarning 285 tasi qanoatlantirilib, tadbirkorlarga jami 143 milliard 98 million so'mlik qo'shilgan qiymat solig'i qaytarib berildi. Hozir shu haqda Surxondaryo viloyatida 10.794 ta xo'jalik yurituvchi subyektlar qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchisi sifatida ro'yxatdan o'tgan. Bu esa hududda tadbirkorlik faoliyatini izchil rivojlanayotganidan dalolat beradi. Tadbirkorlarning barqaror faoliyatini ta'minlash maqsadida ular tomonidan qo'shilgan qiymat solig'ining salbiy farqini qaytarib olish bo'yicha kelib tushgan arizalar viloyat soliq boshqarmasi tomonidan o'z vaqtida ko'rib chiqilmoqda. Mablag'lar esa belgilangan muddatda tadbirkorlarga qaytarib berilyapti. 2025-yilning shu davriga qadar soliq boshqarmasiga kelib tushgan jami 722 ta ariza asosida 285 ta tashkilotga 143 milliard 98 million so'm qo'shilgan qiymat solig'i qaytarib berildi. Shundan 50 ta tashkilotga tezlashtirilgan tartibda 30 milliard 400 million so'm qaytarildi. Shuningdek, barqarorlik reytingida 3 ta A toifasida bo'lgan 18 ta tadbirkorlarga jami 8,8 milliard so'm qo'shilgan qiymat solig'i bir kunda qaytarildi. Masalan, viloyatda faoliyat yuritayotgan Qumqo'rg'on Invest mas'uliyati cheklangan jamiyati murojaati asosida tadbirkorga 20 milliard so'm qaytarildi. Xuddi shunday Termiz shahridagi Surxon Hotel mas'uliyati cheklangan jamiyati ham qo'shilgan qiymat solig'ining salbiy farqini o'z vaqtida qaytarib oldi. Soliq boshqarmasiga mehmonxonamiz tomonidan taqdim etilgan hujjatlar ko'rib chiqilib, qo'shilgan qiymat solig'ining 3 milliard so'm bo'lgan mablag'ni bizga qaytarib berdi va bu mablag' bizga mehmonxonamiz uchun juda ham manfaatli bo'ldi. Bu mablag'larni biz hozirgi kunda mehmonxonamizni rivojlantirish uchun, uni qaytadan rekonstruksiya qilish uchun va boshqa mehmonxonalar bilan raqobatdosh bo'la olishimiz uchun mehmonlarga xizmat ko'rsatish sohalarini rivojlantirish uchun yo'naltirmoqdamiz. Bunday imkoniyatlarni biz tadbirkorlarga yaratib berayotgan prezidentimizdan minnatdormiz. Bu kabi tezkor va shaffof jarayonlar tadbirkorlikni yanada rivojlantirishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda.